Julian Alvarez hozirgi kundagi eng stabil hujumchilardan biri bo'lib turibdi, chunki ketma-ket o'yinlarda gollar urib kelyapti. Derbida ko'rdik qanaqa o'ynaganligini va kecha ham Chempionlar Ligasidagi Atleticoning yirik hisobdagi g'alabasida juda katta hissa qo'shdi. Gol urdi, assistlar berdi, ya'ni uning funksional vazifalari qamrovi kengayib boryapti. Hujumda faol, paslari aniq, sheriklarni birga-bir chiqaryapti. Va yaqinda jurnalistlar Diego Simeonega savol berdi, aniqrog'i solishtirish bo'ldi. Ya'ni Julianni bir nechta futbolchilarga solishtirishdi va Diego Simeone hattoki Mbappe, Yamal Salahlardan da ustun qo'ydi. Va murabbiyni bunaqa ishonchiga yarasha futbolchining javobi shunaqa bo'ladi-da. Va hozir Argentinada ham unga ishonch katta. Haligi Messini raqamini oladigan darajaga chiqib ketdi. Agar shu ritmda ketadigan bo'lsa, Julian olmagan oltin to'p shuni ham olsa kerak oxir.